Barchalarga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Assalomu alaykum. Men ismim Javohir, Surxondaryo viloyatidanman. Tanishlaringiz qanaqa munosabat bildirishgan? Bu sohada menga yordam bergan otam, onam qiziqishimga ham sababchi bo'lgan shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Barchalarga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Bugun meni perfekt darsimni tugatgan o'quvchim Javohir Bey bilan suhbat olib boramiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, Javohir o'quvchim dars davomida bo'lgan o'zlarining fikrlarini aytib o'tadilar. Javohir, qalaysiz? Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha obunachilar uchun tanishtirib o'ting. Men ismim Javohir, yoshim 22 da, Surxondaryo viloyatidanman. Javohir, bu sohaga qachondan beri qiziqasiz va qiziqqan vaqtingiz, agar esingizda bo'lsa, Bitcoin narxi necha dollar edi? Bitcoin narxi esimda yo'q. 126 mingga chiqqandi va tushdi. Hozirgi narxi 77 ming dollarga teng. Javohir, bizning kursimizga kelishingizdan oldin tajribangiz bormidi? Ya'ni bilimingiz bormidi? Sizlarning kursingizga kelishimdan oldin men bilim darajam 0 bo'lgan va hozirda sizlarning kursingizda o'qib bilim darajam yetarli. Tushundim. Endi hozirgi vaqtda, ya'ni bizning kurslarimizni tamomlaganingizdan keyin yoki kurs davomida siz savdolaringiz qanaqa natija berdi? Misol uchun 10 ta savdo o'tsangiz, 10 tadan nechtasi o'xshayapti hozirgi kunda? Hozirgi bilim darajamda 10 ta savdo analiz qilsam, 10 ta savdoning ichidan 7 tasi yoki 6 tasi o'xshayapti. Ha, 7 ta 6 tasi o'xshayaptimi? Ha, zo'r natija unda. Javohir, dars davomida eng qiyin bo'lgan mavzu sizga qaysi biri bo'ldi? Darsni boshlashimdan oldin kirish mavzulari menga sal qiyinroq bo'lgan, boshlab olishim. Keyin o'rganib oldim, hozir hammasi yaxshi. Va eng qiziqarli mavzu qaysilar bo'ldi siz uchun? Eng qiziq mavzu indikatorlar bo'lgan. Keyin shamli tahlillar, shular qiziq bo'lgan, juda ham qiziq bo'lgan. Tushundim. Xo'p, Javohir, mana darsni boshlashingizdan oldin, dars tugatganingizdan keyin qanaqadir kutuvlaringiz bo'lgan baribir. Ya'ni dars tamomlaganimdan keyin shu natijaga erishaman degan narsa o'ylagansiz, dars kelishdan oldin, to'g'rimi? O'sha kutuvlaringiz amalga oshdimi? Nima deb o'ylaysiz? Ha, albatta, kutgan natijalarim o'xshayapti. Bundan keyin ham o'xshaydi degan umiddaman, nasib bo'lsa. O'ylagan natijalarimga erishaman, xudo xolasa. Javohir, bu sohani boshlashingizda qarindoshlaringiz, tanishlaringiz qanaqa munosabat bildirishgan? Bu sohani boshlashimda tanishlarim yoki og'aynilarim, yaqinlarim bilmagan bu sohada ketishimda, boshlashimda. Bu sohada menga yordam bergan otam, onam qiziqishimga ham sababchi bo'lgan shular. Ota-onam, oilamdan boshqa hech kim bilmagan bu sohaga kirib kelganimda. Hozir endi vaqt o'tgan sari hamma bilib boradi. Shuni ota-onangiz qo'llab-quvvatlashgan. Albatta. Bu sohani eplab ketaman deb o'zingizga ishonganmisiz boshlashdan oldin? Albatta, bu sohani boshlaganimda o'zimga ishonganman va shu narsani oxirigacha davom ettirishga ham ishonganman. Hozirda natijalarim juda ham yaxshi. Javohir, sizning fikringiz menga qiziq. Nima deb o'ylaysiz? Shu spot savdo bilan daromad qilib, ya'ni ro'zg'or tebratsa bo'ladimi? Ha, albatta, spot savdo bilan daromad qilib yashasa bo'ladi va bunga kerak bo'ladi bilimlar, yaxshilash kerak bilimlarni spot savdo qilish uchun va buni bitta kasb deb ham bilish kerak. Kriptovalyuta yo tradingni. Kasb sifatida qarab, bilim mustahkamlab ishlasa, albatta daromad qilsa bo'ladi. Ha, albatta. Xo'p, Javohir, 5 yildan keyin shu kripto sohasining ichida o'zingizni qay darajada ko'rasiz? Men o'zimda 5 yildan keyin investor darajasida ko'raman. Nasib bo'lsa va o'xshaydi qilgan natijalarim. Javohir, dars davomida eng esda qolarli bitimingiz qaysilari bo'ldi? Eng esda qolarli bitimim bu coinlarda Dent, Chip, keyin Ai esimda qolarli bo'ldi. Dentda siz aytganingizdek delisting monitoringga tushgan tangalar bilan unda swing trade qildim. 24 soatdan ziyodroq 90% deb pump ushlab oldim. Keyin Aida chipda scalping qildim. Scalpinglarim ham yaxshi natija berdi. Ai bilan chipdan qancha daromad qildingiz? Ai'ni o'zida 140 dollardan 160 dollargacha daromad qildim scalpingda. Bo'lib ishlaganman. Chipda 50 dollargacha ishlaganman. Zo'r natija. Xo'p, Javohir, o'zingizga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz shu sohani yaxshi, ya'ni eplab ketishingiz uchun? Men o'zimga maslahat bergan bo'lardim. O'zimning ustimda qat'iy ishlab, intizom
yo'lga qo'yib, o'zimni ustimda ishlashni maslahat bergan bo'lardim. Javohir, bizning obunachilarimiz ichida shu sohani boshlab turishda qo'rqib turgan unsurlar ko'p. Shu unsurlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Bu sohani boshlashdan oldin qo'rqmaslik kerak. Va qo'rqish shart emas. Sohada o'qish kerak, bilim darajani oshirish kerak. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Qo'rqish shart emas sohani boshlashda. Tushunarli. Javohir ancha hayajonlandingiz lekin kamera oldida. Shunday. To'g'ri tushunasizlar. Javohir o'zi gapdon bola, lekin kamera oldida ozroq hayajonlanib, to'liq fikrlarni ayta olmagan bo'lishi mumkin. Lekin men bu inson bilan dars davomida, bir oy dars davomida birga bo'ldik. Fikrlarni yaxshi o'zim eshitdim. Shu darsdan ishonchli bilimlarni olib, yaxshi natijalar qildilar. Javohir, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Ustokin eshiklar har doim siz uchun ochiq. Istalgan vaqt kelib, amaliyotingizni qilsangiz bo'ladi. Yordam kerak bo'lsa, savollar bo'lsa, barcha savollaringizga javob olasiz, xudo xolasa. Siz bilan albatta kontaktda bo'lib turamiz, aloqada bo'lib turamiz. Kelsangiz, shu yerda bemalol amaliyotingizni ham davom ettirsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'ling.